M6 modelini ko'rsataman. Bu mexanikasi avtomatdan ko'ra mexanikasini olganlar yaxshi. Avtomat emas, tipa endi nima desam bo'ladi, robot korobka hisoblanadi. Ikkita stepleniyali robot korobka. Robot korobkasi ham yaxshi, lekin ozgina to'polroq bo'ladi. Mexanikasi bo'ladigan bo'lsa, 10-13 sekund atrofida yuzga chiqadi. Mexanikasining minuslariga keladigan bo'lsak, mexanikasining orqa kamerasi bo'lmaydi. Plus kruz kontroli bo'lmaydi, lekin kruz kontrol qo'ydirsa bo'ladi. Hozir mana mashinani yoqib ko'ramiz. Lekin start stopi bor, ko'ryapsizlar. Bismillah. Bu mashinani zavodga ko'rdik. 6 pog'onalik mexanika korobka, barlari mana siljiydi. Plus bunda mexanikada avto hold funksiyasi bor. Bu qanday ishlaydi bilmadim, minib ko'rish kerak. Bu yerda bo'lsa elektronlik parkovkasi bor. Mana qaranglar, juda ham plavniy tushadi skorga. Ya'ni bitta qo'l, mana qo'lim barda turibdi. Plus mana skorga solyapman 2-3 ga. Bemalol qiyinchilik bo'lgani yo'q. Ya'ni qo'limni oldiga olib borib kelman. Men uchun juda ham qulay. Pluslari sidina podograf bor oldida, keyin plus qaranglar. Bunda klimat kontrol bor. Klimat kontrol funksiyasi bor. Hozir yoqamiz klimat kontrolni. Xo'sh, klimat kontrolni yoqamiz. Bunda klimat kontrolli bitta zonali, lekin deflektori 6 ta hisoblanadi. Oldida 4 ta deflektor, orqada bo'lsa 2 ta deflektori bor. Bitta USB porti bor. Orqasi juda ham keng. Hozir orqalarini ham ko'rsataman. Klimat kontroli bor. Bu yerda adminni bosamiz. Mana klimat kontrolini ko'rishlar mumkin. O'zidan mana bu yerda graduslarni moslasizlar. Mana bu yerlarda bo'lsa elektronik hisoblanadi. Buni minuslari kruz kontroli yo'q. Kruz kontrol qo'ydirsangiz bo'ladi. Airbag bor. Adashmasam 6 ta airbag bor. Tepada svetlari, bu tomonda ham. Mashinaning ko'rinishi oldi tomonlari juda ham chiroyli ko'rinyapti. Общий maksimal tezligi, davleniyalarni ko'rsatadi. Mashinani o'chiramiz. Xo'p, mashinani hammasi avtomatik bo'ladi. Pastda tog'dan pastga tushish funksiyasi bor. Keyin stabilizatsiyani o'chirish funksiyasi. Xo'sh, orqa tomonni hozir ko'rsataman. Bo'yim 1.70 bo'lgandan keyin men orqasiga o'tiryapman. Taxminan 2 ta barmoq, 2 ta mush joy bor, juda ham keng. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, tekis. Bu yerda degani bu mashina juda ham baland, shu sababli tekis bemalol 3 ta odam masa qilib o'tiradi orqasida. 2 ta deflektor, bitta USB A port. Orqa tomonda mana ko'ryapsizlar, sidiniyasini qaranglar. Sidiniyasi 3 ta rejimda moslashadi, ya'ni uzoq yo'lga ketayotganda qiynalmaysizlar. Bu yana ham yotadi. Xo'sh, endi orqa bagajni ko'rsatadigan bo'lsak, orqa tomoniga yoshlar mumkin mashinani. Haval brendi bor. Monoqoshi ham bor. Monoqoshi fake hisoblanadi. Monoqosh yonmaydi. Chekkalari yonadi. Mashinani orqasini ko'ryapsizlar. Mashinani orqasi 808 litrni tashkil qiladi. Agar sidiniyani yotqizadigan bo'lsanglik, 1700 litr tashkil qiladi. Sidiniyani yotqizib bemalol bitta spaniya qilsang bo'ladi, lekin mana bu yerda 10 sm zazor qoladi. 10 sm zazorga mebelchilarga olib borsangiz 10 sm mana bunday tekis narsa qilib beradi. Mana hozir ko'rsataman. Mana yotqizdirdik. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda taxminan 5 yoki 10 sm chuqur joy qolyapti. Agarda shu yerga mebel qildiradigan bo'lsangiz, bu polispalniy bo'ladi, dam olsangiz ham bo'ladi. Mashina juda ham zo'r, aytganimdek, 63 litrlik nima qo'ydirsangiz bo'ladi.